maqomlarda va umuman o'zbek mumtoz musiqasida sakravchi yoki boshqa pardaga to'satdan o'tib qoluvchi pardalar juda ham kam. Ayniqsa bu narsa maqomlarimizda ketma-ket keladi. Misol har bir parda ketma-ket. Misol uchun mana buzrukni olasizmi, rostni olasizmi yoki masalan sevgakda ham hammasi ketma-ket kelyapti. Degan sakragan joylar yo'q. Lekin bittagina namud borki, mana ushshoq namudi. Shunda sakraydigan joyi bor. Aynan shu joyda mana doimo ketma-ket keladigan pardalarni ijro qilib yuradigan xonandalar ayniqsa o'sha ushshoq pardasida juda ham ko'p qiynalishadi. Misol uchun ko'ngildan chiqqan ohim aylar afsun har savdosin bitta bir joyda tushib keladi. Uni ham misol uchun Yevropada bunaqa qilib chiqmaydi. Yevropa masalan vokal ijrochiligida bo'lib tushadi-da, u masalan o'sha pardani uzun ushlaydi. Lekin o'zbek mumtoz musiqasida bunday tushishlar, bunday qilib sakrashlar nima deydi? Chiroyli chiqmaydi, go'zal bo'lmaydi. Ana o'sha go'zal bo'lishi uchun baribir bunaqa sakrashlarni, bunaqangi masalan to'satdan pastga tushib qolishlar, yuqoriga chiqib qolishlarni suvab o'tish kerak. Ya'ni suvab degan misol uchun mana yüzünden gülüyor gül açılgan bostandır bu gülünde katre kum bostan su değil nişandır bu ay ve